Halilbek dachani yoribsiz lekin. Yoqdimi senga? Zo'r. Yoqadi. Haydar aka. 1 minutga qarab oling. Labashib. Haydar aka, uydagilar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Necha yildan beri mana shu dachamning xizmatini qilasiz, qo'limda ishlaysiz. Lekin bir marta hol-ahvol so'ramanman sizdan, aka. Kelinlarim yaxshimilar? Shukr, yaxshi. Nima kamchilik, nima kamingiz bor, ayting. Kamchilik yo'q, hammasi yaxshi. Havolar isib ketyapti. Konditsioneringiz bormi uyda? Yo'q, yo'q. Haydar aka, men sizga necha marta aytaman, nima kamingiz bo'lsa ayting deyman. Yuring, bitta joyga borib kelamiz. Yangi ochilganligi munosabati bilan arzon narxlarda konditsionerlarni sotib olsangiz bo'ladi. Xijolat qilyapsiz-da. Xijolat bo'lmang aka. Qancha meni xizmatimni qildingiz? Nimaga xijolat bo'lasiz? Haydar aka, endi meni xizmatimni qilib ishdan charchab kelasiz, bitta televizor ham olaylik.